Xalqovich Mirziyoyev 1957-yil 24-iyulda Tojikiston Respublikasi Yaxtan qishlog'ida tug'ilgan. Millati tojik. Yaxdon qishlog'ining nomi tojikcha Yaxdon, ya'ni muzlatgich so'zini bildiradi. Chunki u yerda har doim kuchli shamol esadi. Ayniqsa qishda juda ham kuchli sovuq shamol esadi. Iqlim va sanitariya sharoitlari og'ir bo'lganligi sababli o'tgan asrning 60-yillar o'rtalarida Shavkat Mirziyoyev oilasi bilan O'zbekistonning Zomin tumaniga ko'chib kelishadilar. Yangi yashash joyida Mirziyoyevning oilasi o'zlarini o'zbek deb tanishtirib, mahalliy zodagonlarga xizmat qila boshlashadilar. Va shu tariqa aholi ishonchiga kirishadi. Og'ir bolalik va yoshlikdagi qiyinchiliklar pastlik majmuasini shakllantirdi. Bu esa uning keyingi hayotining barcha sohalarida aks etdi. Hokimiyat sari birinchi qadam. Hokimiyatdagi mehnat faoliyatini 1992-yilda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ma'muriyat boshlig'i sifatida boshladi. Balandsiz xarakterga ega bo'lgan Mirziyoyev o'zining janjalkashligi va fitnaga moyilligi bilan ajralib turardi. O'zini juda aqlli deb bilgan Mirziyoyev qo'l ostidagi yoki o'zidan past darajadagi odamlar bilan muloqot qilgan vaqtida ularga qo'pol so'zlar ishlatishni yoki ularga qo'l ko'tarishni juda yaxshi ko'rardi. Buning isboti sifatida 1995-yilda sodir bo'lgan voqeani misol keltirib o'tamiz. Tuman boshlig'i bo'lib ishlayotgan vaqtida u shaxsan o'zi 70 yoshli nogiron qariyaning garajini buzishga keladi. Qariya o'z mulkini himoya qilib boshlagach, Mirziyoyev uni so'kib itarib yuboradi. Nogiron yerga yiqiladi. Uning zaifligidan foydalangan Mirziyoyev qorniga bir necha bor tepadi. Bu bo'lgan voqealarga guvoh bo'lgan qariyaning umr yo'ldoshi yurak xurujiga uchrab, bir necha kundan keyin vafot etadi. Bu xorlik va holatlarga chidolmagan keksa nogiron adolatga erishish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlari aro sudiga Mirziyoyev ustidan shikoyat qiladi. Ammo Mirziyoyev jazodan qutulib qoladi. Bu adolatsizliklarga chidolmagan keksa nogiron yolg'izlik va qashshoqlikda vafot etadi. 1996-yilning sentyabridan 2003-yilning dekabrigacha Mirziyoyev Jizzax va Samarqand viloyatlarining ma'muriyati boshlig'i bo'lib ishlagan. Bu mintaqalarda ishlagan paytida ko'plab yirik korxonalar bankrot bo'lgan. Mirziyoyevning boshchiligida qimmatbaho uskunalarni qo'shni Tojikiston va Qozog'istonga sotilgan. Barcha daromadli bizneslar Mirziyoyevning yaqin qarindoshlariga o'tgan. Bunaqa ishlar odatiy holga aylangan. Agar kimdir bu ishlarni noqonuniy deb ularning ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lsa, qamoq jazosi bilan jazolangan. Mirziyoyev bu jinoiy yo'llar bilan yig'ilgan boyliklarni prezident Karimovning rafiqasi Tatyana Karimova va poytaxt maxsus xizmatining yuqori martabali rasmiylari Rustam Inoyatov va Abdulaziz Komilov bilan bo'lishgan. Ular o'z navbatida sodir etilgan barcha jinoyatlarga ko'z yumishganlar va Mirziyoyevning martabasini yuqoriga oshirishga o'z hissasini qo'shganlar. Jizzax viloyati paxta terimi paytida maktab o'quvchilarini yomg'irda paxtaga olib chiqmagan direktorni o'lgunicha uradi. Shunga o'xshagan yana bir holat. Bug'doy yig'imi paytida Mirziyoyev shaxsan o'z dalaga kelib, allaqachon planni bajarib ulgurgan fermerlarning ortiqcha hosilini olib qo'ygan. Allaqachon planni bajarib ulgurgan bitta ayol Mirziyoyevga ortiqcha hosilni berishdan bosh tortadi. Bundan g'azablangan Mirziyoyev ayolni uradi. Ayol ishlab turgan kombaynning pichoqlariga yiqilib, voqea joyida vafot etadi. Bunaqa voqealar o'nlab keltiramiz desak. 2003-yil dekabrida Karimov Mirziyoyevni mamlakatning bosh vaziri etib tayinladi. Aynan ana shundan boshlab hokimiyatda hujum, zo'ravonliklar boshlandi. Hatto ayollarga nisbatan ham bu zo'ravonliklar oddiy holga aylandi. 2004-yil O'zbekistonda korrupsiya avj olgan yili bo'ldi. Katta kuch va homiylar bilan Mirziyoyev o'zining korrupsion faoliyati ko'lamini sezilarli darajada oshirdi.
Mirziyoyev Kariyevga har yili millionlab ish o'rinlari ochlayapti deb hisobot berardi. Va bu ishlar uchun davlat budjetidan 100 millionlab dollarlar ajratilardi. Lekin bu pullar keyinroq talon-taroj qilinardi. Bu hammasi qog'ozda edi. Buning yaqqol isboti o'zingiz bilasiz, hozirgi vaqtda butun dunyo bo'yicha O'zbekiston boshqa davlatlarga mardikor yetib berishda birinchi o'rinda. Mirziyoyev va uning hamtovoqlari olib borgan sabotaj va o'zbeklarga qarshi siyosati tufayli O'zbekiston iqtisodiyoti va qishloq xo'jaligi tanazzulga yuz tutdi. Bilimli va malakali kadrlar mamlakatni tark etdi. O'zingiz juda yaxshi bilasiz kimlar ekanligini. 2005-yil Andijon voqeasi. Bu yerda ham u kishining roli juda katta. 2009-yil Mirziyoyev boshchiligida Sardoba suv ombori qurilishi boshlandi. Uning qiymati 404 million dollarni tashkil qiladi va asr qurilishi deb ataldi. Islom Kariyevning to'satdan o'limi, Kremlning O'zbekistondagi nufuzli agentlari Rustam Inoyatov va Abdulaziz Kamilovlar 2016-yilning yanvar oyidan boshlab Kariyevni xizmat xodimlarini almashtirishni tashkil qilishdi va bu avgust oyining o'rtalariga qadar to'liq yakunlandi. 2016-yil 27-avgustda Karimov insultga uchradi. 2016-yil 2-sentyabrda Mirziyoyev va uning sheriklari qonun va barcha insoniylik me'yorlarini buzgan holda Kariyev tanasiga ulangan qurilmalarni buzishdi. Davolashni to'xtatishga qaror qilishdi. Garchi bu ishni bemorning eng yaqin qarindoshlari qabul qilish kerak edi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasiga muvofiq, agar mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifasini bajara olmasa, uning vazifasi vaqtincha senatga yuklanadi va 3 oy ichida mamlakat prezident saylovini o'tkazish kerak. 2016-yil 8-sentyabrda O'zbekiston Respublikasining Senat raisi Nigmatilla Yo'ldashev mamlakatning asosiy qonunlarini inobatga olmagan va vaqtincha prezidentlik lozimiga o'zini tayinlagan Mirziyoyevni qo'llaydi. Ma'muriy resurslarning barcha kuchlaridan foydalangan holda muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda g'olib chiqadi. 2016-yil 14-dekabrda parlament palatalarining yig'ilishida Qur'on kitobini ushlab qasamyod qabul qiladi. Konstitutsiyani buzgan holda hokimiyatni egallab oladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Ona xalqimga ta'zim qilaman. 2016-yil 6-sentyabrda mamlakatga xususiy tashrif va Islom Kariyev ustiga ziyorat qilishga kelgan Putin qo'llab-quvvatlashi natijasida erishilgan hokimiyat edi bu. Shu paytdan boshlab O'zbekiston tashqi va ichki siyosatining asosiy qarorlarini faqat Kreml bilan maslahatlashgandan keyingina qabul qilinadi. Shunday qilib, Toshkent to'liq Moskva nazoratiga o'tdi. Aziz do'stlar, videomizda ana shu yerda to'xtab turamiz. Hali davom bor. Davomini keyingi videolarda chiqaramiz, xudo xolasa. Hozircha xayr, ko'rishguncha. O'zbekistonning